Nuydin do'sh. $100 bo'lsa ne qilyapsan sen? $100 bo'lsa klashdagi aynajik bayo'g'o. Shoshkaga o'shani alilatilam. Senchi? Men va angishsiz bergan ejika bor-ku, o'shani atlayman meni. Aynajikni apashim bu. Oy beti yo'q. Rag'isi $100 bo'lsa men velosiped atlayman. Ne? Velosiped atlayman. Velosiped? Velosiped atlayman. Shu velosipedning ichi. Qayya men $100'ni sağa beyit duyup velosipedingni olulatilamda sende velosiped choqqalatilam. Velosiped sotmayman. Satarsın. Sotmayman. Satarsın. Bu satarsın. Ukalarım urushmoqlar bo'ldi. $100 kerak bo'ldi. Öyle gerek bo'ldi. Uyga dag'i atteneler yüzge, bay yüzge gerek bo'ldi. Alış kerak bo'ldi. O'ng'ayli, bizda Naqta podkast o'z chiqqan. O'sha podkastga kirib, любой жерин 3 minutalikmi, sekundalikmi, 10 sekundalikmi kesesizlar. O'zingizning akkauntingizga kirgizasizlar. 250 ming prosmotr olsa $100 qo'tarib qo'yasiz. Aka, erkek chaydaymi? Sözünüzge düşünün yok ya $100 jo'g'ila yashayversinlar. Do'stimiz o'za. $100 jo'g'ila do'st qo'yamiz. Aka, jonla beybeyiz $100 adışıyla.